Nemisiyani tushunadigan odam bormi? Nima deyapti? Nemisiyani tushunadigan odamni so'rayapti, lager qonun qoidalarini tushuntirmoqchi. Nemisiga gapirishni bilasanmi? Yo'q. O'yin boshlandi. Shu yerdagilar o'ynaydi. Bu yerda yo'qlar o'ynamaydi. Yutish uchun 1000 ochko to'plash kerak. Birinchi bo'lib to'plagan odam tankga ega bo'ladi. Eng omadli odam. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Har kuni radio karnay orqali umumiy hisobni e'lon qilib boramiz. Eng kam ochko olganlar gardanida o'sadigan tanqo ostida yurishadi. Ihr habt die Ehre für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Biz o'zimizni jahldor qilib ko'rsatamiz, baqiramiz, cho'chiganlarni ochkosi kamayadi. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? 3 holda ochkoyingizni to'la yo'qotishingiz mumkin. Birinchisi, yig'lab yuborsangiz, ikkinchisi, oyimga boraman desangiz, uchinchisi, ovqat yeyman deb xarxasha qilsangiz. Qorningiz ochmasin. Zinhor. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Qorni ochgan odam ochko yo'qotadi. Kecha murabboli nonni yeb qo'yganim uchun 40 ochko yo'qotdim. Gehorsamkeit ist alles. O'rikli murabbo. Noch etwas. Aslida qultnoyligini yegim keluvdi. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell. Shimadigan konfet ham so'ramang, bermaymiz. Hammasini o'zimiz shimib bo'lganmiz. Antreten in Zweierreihe. Kecha 20 tasini shimib tashladim. Endi qornim og'riyapti. Jeden Morgen. Lekin zo'r konfet ekan. Rosa zo'r ekan. Das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Tez gapirganim uchun uzr. Bugun bekin macho o'ynayapman. Ketmasam topib olishadi. Kechirasan, hech narsa so'rama. Ana, Bartolomeodan so'rasang aytib beradi. Keyin menga ham tushuntirib berasan.